Agroekoproferming xo'jaligi rahbariman Ravshan Umarov. Bugungi kunda suvchilar maktabida birinchi bitiruvchi hisoblanaman. Biz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida joylashganmiz. Urug'lik paxta va urug'lik g'alla yetishtiramiz. Bugungi kunda birinchilardan qatori biz tomchilab sug'orish tizimini 22 gektarda joriy qildik va natijada demak mana shu hosildorligimiz kamida 40% ga oshdi. Bu degani bugungi kunda demak an'anaviy sug'orishdan ko'ra biz shuni bildikki, biz agar tomchilab sug'orish dalalarimizda 100% joriy qiladigan bo'lsak, bu o'z-o'zidan birinchidan tannarximiz pasayishiga olib kelishi va demak o'sha o'g'itlarni berishimizda aynan yo'qotishlari keskin kamayishini anglab yetdik. Mana bu kelgusida bu ishlarni biz davom ettirish maqsadida bugun yana shu yil boshidan suvchilar maktabiga tashrif buyurdik. Bu safar kelganimizda jamoamiz bilan keldik. Sababi mana bu tomchilab sug'orishdan tashqari yana yomg'irlatish sug'orish tizimlari va boshqa suv tejovchi texnologiyalarni aynan foydasini ko'rib, ana shularni biz bilimimizni oshirib, bilimimizni yana tajribamizni oshirib, shu ishlarni demak fermer xo'jaligimiz faoliyatida ularni tatbiq qilgan holda shularni joy-joyiga qo'ymoqchimiz. Mana shu suvchilar maktabini tashkil etgan barcha mutaxassislarga minnatdorchilik bildiramiz. Demak shu fursatdan foydalanib mana bu suvchilar maktabi orqali biz aynan xorijiy ekspertlar bilan tanishdik. Ularni O'zbekiston sharoitida va chet elda bo'layotgan o'sha o'zgarishlar haqida fikr almashdik. Demak biz yaqin kunlarda o'zimizni fermer dalamizni namuna sifatida o'sha suv tejovchi texnologiyalar eng zamonaviylarini, innovatsion yechimlarga ega bo'lganlarini shu suvchilar maktabi yordamida joriy qilgan holda boshqa fermerlarga ham mana shuni demak ommalashtirish niyatidamiz. Bugungi kunda demak yana bir shu suvchilar maktabiga kelganimizdan maqsad, bilasiz, shu g'allada bizda bo'sh yerlar qoladi. Mana shu bo'sh yer maydonlarimizda takroriy ekinlar, aynan eksportbop ekinlarni ekib, biz mana shu eksportga bo'lgan demak yordamimizni ko'rsatmoqchimiz. Undan tashqari mana shu demak takroriy ekinda boshqa suv tejovchi texnologiyalardan ham foydalanib yuqori hosil olish rejamizda bor. Rahmat.